do'stlar, sizlar bilan men Javohirim. Bizlar Minecraft o'ynaymiz, lekin bu oddiy Minecraft emas. Ya'ni bu bir YouTuberning videolaridan olingan. Keyin esa bu o'sha YouTuberning joyi, ya'ni videosi va bu Minecraft haqida emas. Va o'zimni bilmaganiga solaman va o'shanda nima bo'lganlar bo'lsa eslayman uni. Va men buni oldinda kuzatganman va u men uchun juda ham zo'r YouTuber bo'lgan. Boshqalarni ko'p bilmadim, lekin uni men ayta olmayman va shu videoning oxirida aytaman. Va endi o'zimni bu yerda qanday his qilishimni, ya'ni o'shanda qanday bo'lganligini o'zimga tasavvur qilaman. Voy, men qayerdaman bu? Bu qanaqa joy? Men qayerdaman? Yerga nima bo'ldi? Voy yo'q. Bu yerda lava bor ekan. Voy, u qasrmi? O, qasrga borish kerak. Bu yerda ham yashil joylar bor ekan. Yaxshi. Bu piramidaga o'xshabdi-ku. Voy, ana qanaqadimi? Kim bu? Bu o'zi kim? Hoy, salom, yaxshimisan? Siz kimsiz? Meni kimligimga ishing bo'lmasin. Senga bir topshirig'im bor. Agar o'shani qilib berolsang, men sendan juda ham ko'p narsalarga muxlislayman. Xo'sh, nima ekan o'sha? Orqadagi dropperni ko'ryapsanmi? Ha? O'shani tugmasini bos. Va undan mahlo tushadi va ularni o'ylarsang, hammasini o'ylarsang, senga mukofot beriladi. Ular ichida maxluqlar nechta? Jami bilmayman. Oxirida mayli men seni mukofotlayman. Va endi jangni boshlasang bo'ladi. 1, 2, 3, jangni boshla. Hozir men undan oldin tayyorgarlik ko'rib olay. 1, 2, 3. Voy, nimaga ichim ochildi? Hoş, birincisi yaxshi o'ynading. Endi ikkinchisi bir kunda ikkitadan maxluq o'ldirasan. Tushunarlimi? Tushunarli. Voy, bu zombini qarang. Voy. Undan terli asaqlar tushdi. Bosh men project 2ga. Voy. Bu zombilar bunchalik bo'yochi. Bugunchalikka sening uchun nima bersam? Shu desangiz ovqat bera olmaysizmi menga? Mayli, senga ovqat berganda bo'lsin. Beraman ham. Yaxshi. Qayerdan berasiz? Hozir o'zim beraman senga. Yaxshi odam ekansiz. Menga steklardan beribsiz. Men o'ylaganimki nonlardan berasiz deb o'ylagandim. Yaxshi odam ekansiz. Senga meni nima deb o'ylayapsan? Ertaga kunga tayyorgarlik ko'r va tomonlab ol senga maslahatim. Mayli. Bu yerda qayerdan bo'lsa bo'ladi? Ko'chaga chiq. 3-4 ta mahluq bilan urishing bor. Kechasi bilan uxlamasdan urishing bor. Yotoq degan narsa yo'qmi? Yo'q. Bizda yotoq yo'q. Mayli. Xo'sh. Ko'chada mahluqlar bor o'shdak. Qanaqa mahluqlar bor ekan? Yo, mana bu ikkita baza qayerda? Qanday bor ekan? Ichida nima narsa bor ekan? Qiziqyapman. Lekin o'zing mana shu temir joylardan uzoqqa ketishing mumkin emas degandi. Agar ketsang, men senga izingdan ovchilarni jo'natamiz dedi. Mayli, borib qaytib kelgam yaxshiroq. Xo'sh, u nima qilayotgan ekan? Men shunga qiziqyapman. Eshik ochamiz. Senga nima qaytib kelding? Men o'zi anyorroqlarda ikkita baza ko'rdim. Ularga borish mumkinmi? Albatta yo'q. Chunki ular bizlarning dushmanimiz. To'xtang, bu yerda hamma narsalar cho'l. Deysa, mana bu qazingiz nimangiz bilmayman. O'sha qum bloklardan yasalgan. Nima uchun? Mana tarixan juda ham uzun. Men senga aytib beray desam, lekin sen tushunmaysan. Xo'sh, aytib bera qolsangizchi. Ertasi kuni aytib beraman. Ya'ni qiziqqanim aytib beraman. O'zim ham shu voqeani ko'raman. Yaxshi, mayli.
Bu hanımlar var. Bu bir yere tim buluklar koygan. Yaxşı. Bu anargı xonadachi. Ochamiz. Bir yerin tepeye chiqadigan joy bor ekan. Bak, nima bu? Yeni tomga. Wow. Pasta o'ynalar. Ya'ni yonar toshlar. Agar uni sindira olmaganman. Sindira olmas ekanman. Sakrab sindirishim mumkinmikan deb qiziqdim. Bu yerdachi bu qop-qorong'u-ku. Xo'sh, kasada yaxshilab o'rganib chiqishim kerak. Yana nimalar bor ekan bu yerda? Bu ham shu chiqadigan joy ekan. Uyqum kelyapti, balkim kecha. Mana shu yerda uxlasam, bir yaxshi bo'lar. Mana ertasi kun ham boshlandi. Xo'sh, endi tugmani bosaveraymi? Ha, bosaver. Sening uchun boshda. Yo'q, hali bosmayman. Bos degandan keyin bos. Bo'ldi endi. Yaxshi, qanaqa What is zombie? Kamondan ham o'ta kech ot ko'rman shu kamondan. Nimaga bu bittadan ketmadi? Mayli, buni tashib yuborib, keyin esa olamiz. Bitta ovqat foyda qoldim. Yalmoq tuxumlari ikkita, zombining o'rniga 3 ta skelet ekan. Yana bitta bozor qoldi. Yo'q, men bu bilan kamonda bir merganlarcha urushamiz. Bu kesib berganga o'xshab ko'rinyapti. So'xta bu bosh miyam nima kuchaytirilgan projectile. Axir bu balki kamon o'qidan himoya-ku. Bunday skeletlar yoki piglin yoki talonchilarni o'qlardan nima xalos qiladigan, ya'ni saqlab qoladigan yoki mana dropperlarnikidan himoya qiladi. Kamiga 2 ga kuchaytirilgan. Bunchalik kasalga qilasanmi yoki yana baxtli o'ldirasanmi? Maxluq o'ldiraman. Yaxshi, do'st o'ynar qol. Mayli. Xo'sh, ye. Yomos. Uni tanlama tushdi. Mana shu ham senga bitta sovg'a. Tablari. Sen endi joniga to'lasang bo'ladi. Xo'sh, yaxshi, ye. Aytgancha siz kecha menga aytgandingiz. Bu yer sayyorasi nima bo'lganligini aytib bermoqchi edingiz. Xizmatkarlar bayo'chalikka ketgan, urushga, ya'ni boshqa bazalarga urushishga ketgan. Qaytgacha aytib beraman. Sizda o'zingizni nechta nimangiz bor? Boyagi askarlaringiz bor? Mendami 100 tasi bor edi. Xo'sh, endi nima bo'ldi? O'lib ketdimi? Nima qildi bo'ldi? Qanaqqasi yo'q bo'lib ketdi. Xo'sh, boshqa bazalarga nima uchun jo'natdingiz? Qancha jo'natdingiz o'sha boshqa bazalarga? Hammasini. Hammasini? Hammasi. Agar kechasi boshqa bazalardan hujum qilishsa, sen meni himoya qilasan. O'zingiz himoya qila olmaysizmi? Men asosiy yo'ldan chiqolmayman. Nima uchun? Oyoqlarim ishlamaydi. Oyoqlaringiz ishlamasligi uchun shu yo'ldan chiqmasgansizda. Kechasi uxlayotganingizda belingiz og'rib qolmaydimi? Yo'q. Necha yil yashaysiz bu joylarda? O'zi ko'p bo'layotgani yo'q. O'zim bilmasam turib ketdim. Qanday qilib? Senga aytishim qo'limda. Yer sayyoramizga juda ham ko'p atom bombalari tushdi. Atom bombalari yadroviy dingda. Bunday Birinchisi islomiy urushda qolgan narsalardan. Xo'sh, o'sha nima bo'lganini siz menga aytib bera olmaysizmi? Men o'shanda otishmada qatnashayotgan edim. Ustimizga yadroviy bomba tushdi. Men atigi bir marta bukilib portladik. Men nima bo'lganini hatto sezolmadim. Xo'sh, qarab tursanmi? Men qandaydir temir tesklarni orasida ekanman va bu joyga kirdim. Meni hech kim yo'qligini bildim. Oyoqlarim yo'q dedingiz-ku.
Qanday sizga yurib bordingiz? Qo'li bilan so'ndiradi. Qiy bo'lsa kerak u. Qiynab katta azob. Yaxshi. Xo'sh. Tata, Nima? sen unchalik ko'p qo'yib boshqa joylarga juda ham uzoqlarga ketma. Nima uchun? Yerni ichida qarab bir maxluq yashaydi. Agarda uni seni ko'ziga tushsang bo'ldi, o'lasan. Nima uchun? U yer tubida yashaydi va uning ko'zi yashil va u ot ko'zda men ko'zimga o'xshab. Lekin katta ko'z. Xo'sh, yana nimalar? U barcha o'z xizmatkorlar ko'zi yashil bo'ladi va u xuddi do'mbiga o'xshab ostida so'dan yam-yashil shilpshaq bir nurlar oqib yuradi. Voy, qo'rqinchli ekan. Og'zi yo'q. Xizmatkorlarda oqib yuradi. Og'zi yo'q, uni ko'ryapman, ko'zini ko'ryapman, bo'ldi. Ish yaxshi. Hay, Qayerga ketyapsan? tashqari aylangani. Xo'sh. Unda bo'lsa mana bu nima? Mayli, uni o'zimiz ham bilamiz. Jonni to'ldiruvchi. Nechta bilmayman. Lekin terror aslihalar atgan eshitdim. Kamgina moblar o'ldirdim. Bosh miyam juda ham ko'p ketib qoldi. Agarda ba'zilarga borsam nima bo'lar ekan ha? Agar boyagi uning qo'riqchilar qaytib kelmasa nima bo'lardi? Shunga qiziqyapman. Xo'sh, bu yerda lava bo'lgan yaxshi. Yo'q, kechasi tushyapti. Yo'q, quyosh botishi shu minoralama qasrdami bo'lar ekan. Mana shuni eslatib bo'lsa. Yo'q, epik sahna qilaman, epik. Yo'qlanmasam. Qanaqa edi mana qani. Xo'sh, mana shuni qilib turamiz. Quyosh botishi. Endi esa bunday qilib bazaga qochamiz. Afsus, bizda yotoq yo'q-ku. Xo'sh. Nima yana qaytib keldik? Nima bo'ldi? Kechasi tushdi. Men kechasi mahluqlar bilan urushib chiqishni xohlamayman. Urushib chiqqan yashil, ularda yashil narsalar tushadi. Masalan nima? Zombiylar juda ham ko'p narsalarga ega bo'ladi, skeletlar bilan. Xo'sh, masalan nimalar bilan? Temir asaqlar tortib oltin asaqlarga. Faqat temir tashqari. Juda ham yaxshi. Hozir men tashqariga chiqaman. Yo'q, agar merganlik qilsam-chi bunday sniperga o'xshab binoni ustida mo'ljallab otsam. Xo'sh, zo'r bo'lar ekan. Nima bu? Bo'ldi, tanidim mana bu Enderman. Xo'sh, yana-chi qanaqa mahluqlar bor? Skeletni toshishlar, lekin skeletni o'zi yo'q. Qanaqa xabar keldi? Mayli. Do'stlar, bugunchalik videoga yetadi va men videoni to'xtataman. Va shuna xayr. What?